Mashinani test drive qilib ko'ramiz. 0 dan 100 gacha qanaqa tezlikda chiqadi va mashinani bitta ovoziga ham baho berasizlar. Jasur aka. Вообще bomba ishoninglar. Birinchi o'rinda ovozi, ikkinchi o'rinda mashinaning aerodinamikasi juda ham zo'r, tezligi ham o'ziga вообще zo'r. Sport car o'sha xarakterni beradi mashina. Komfort, sport hammasi bitta mashinada. Chang'an UniV Sport ekan. Qaranglar, mashinada qanaqangi komfortlar mujassam. 360 kamera bor ekan. Bitta aka ko'rsatasiz buni. 360 bor, tushunarli. 3D formatda ko'rsatyapti. 360 yozib oladigani ham bor. Avtoxold, avtoxold bor. Drive rejimlari bor. Tushunarli. Besprovодный zaryadka bor ham tomonda? Ha. Super race bu. Menimcha spoiler ko'taradi, aka. Spoiler ko'tarib, glушительni zaslonkasini ochadi. Lekin mana shu spoilerni ochilishiga rosa mazza qildim, qarang. Zo'r, ha? Keyin ovoziga ham bitta bosing gazni. Juda ham displeylar chiroyli joylashgan. Bu tomonda mana monitorchasi. O'ziga xos juda ham chiroyli. Rulli dizayniga alohida e'tibor berasizlar. Saloniga qaranglar, modlablar bor. Endi kelib ko'rsanglar, o'zingiz baho berasizlar. Juda ham sifatli va o'sha natural kojadan ishlangan ana ashkadagi dizayn. Mashinaga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Tepa to'liq panorama bo'ladi. Avtosalonda Chang'andan istalgan modelni bir kunda xarid qilib ketsangiz bo'ladi va barchasida rassojga amal qiladi. Ko'ryapsizlar, kimga klassik fason kerak, kimga sport kerak. Bu tomonda crossover desmi, hatchback, sedan hammasi bor. Kimga agar sport xarakterdagi mashina kerak bo'lsa, mana shu o'sha UniV Sport tanlasangiz bo'ladi. Narxi 320 million so'm. Klassik fasonda minaman deydiganlar uchun 327 million so'm ekan. Qaranglar, mashina narxini aytib o'tdik. Rassojkaga chiqadimi deydiganlar uchun albatta rassojkaga chiqadi. Siz minimal boshlang'ich to'lov 30% dan muddati 36 oygacha, ya'ni boshlang'ich to'lov bilan muddat farq qiladi. Ushbu mashinalarni bir kun evaziga bittagina pasport evaziga xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Avtosalonni manzilini batafsil tushuntirib o'tamiz. Bu yangi zapchast bozor o'sha betonkadan kelishda, ko'ryapsiz, zapchast bozor yonginasida joylashgan. Chang'an rasmiy avtosalonida barchalaringni kutib qolamiz. Batafsil ma'lumot uchun yana pastda raqam qoldiramiz.